Lichkamga сообщение to'lib ketibdi. Timmi hamma yozyapti. Sabrina kiyim qilgani chiqib, yurganlarni videolarini qo'yib, Yulduzda Mohinani hammani atmichat qilib, siz atmichat qilmayapti, urushib qoldinglarmi? Nima bo'ldi deb timmi so'rayapsizlar. Men bilmayman nima bo'lganini. Endi har doim ham atmichat qilib yozib yurmaydi-ku. Bilmayman nima bo'lganini. Prosta oxirgi marta o'sha situatsiyadan keyin meni yomon ko'rib qolishganligi, shuncha pul to'plangan edi. O'shandan ozgina bo'lsa ham men reklamaga pul qo'shib, pulim bor edi, reklamani puli. O'shanga qo'shib ehson qilib yuboraylik deganimdan beri meni yomon ko'rib qolishgan. Bilmayman nimaga unaqa yomon ko'rib qolishgan. Hech o'tgan safar ham xalqqa rahmat deb chiqing, xalqimizga rahmat deb qo'ying desam, xo'p, internetim ishlamayapti deb gapirmadi. Endi u yog'ini bilmadim nimaga. Kommentariya yozsam deydi, udalit qilish bo'lyapti. Jasminga rahmat deb kommentariya yozsam, Yulduzning profiliga, Mohinani profiliga udalit qilish bo'lyapti. Jasmin nima qilib qo'yibdi deb udalit qilib yuborishyapti deydi. Endi u yog'i menga havola emas. Odam o'zi Xudoyim bilsa bo'ldi, men nima qildim, men nima qo'ydim. Qolgani endi odamning o'ziga havola. Qo'limdan kelgancha yordam berdim, oshig'ini qila olmadim. Qo'limdan kelgancha yordam berdim. Endi u yog'i kimga rahmat deydi, kimga nima deydi, Sabrinani o'ziga havola. Atmichat qilishga qarab qolgan joyim yo'q meni. Yo biron narsasiga qarab qolganim yo'q. Odam o'zi shunaqa ekan, shunaqa bo'lyapti. Endi u yog'ini men bilmayman, mendan so'ramanglar. Oxirgi marta shu ehson haqida gapirganimdan keyin qo'rqib qolishganmi, pulimizni olib qo'yadi deb o'ylaydimi, yo pulimizga xo'jayin chiqib oladi deb o'ylaydimi, bilmayman. Общенiyamiz yo'q. Oxirgi marta yurgan paytini videosini jo'natganda borib ko'rib keldim, shu bilan tamom. Gaplashganimiz yo'q qaytib. Endi kimga rahmat deydi, o'zi biladi, kimga rahmat deyishdi. Endi men birovga aql o'rgatib o'tirmayman. Shu ehson balosini pulini tam 2000 mi, 3000 mi, 4000 mi qanchadan ko'ngillardan chiqarib, Sabrina operatsiyadan chiqdi. Ehson qilib yuboraylik, menda ham pul bor edi, qo'shib ehson qilib yuboraylik deganimga voyda deyishvordi. O'shandan beri meni yomon ko'rib qolishgan. Meni atmichat qilishmaydi. Ishim bitta, eshagim loydan o'tdi bu yog'i. Tak что e'tibor bermanglar. Kommentariy ham yozmanglar, Jasminga rahmat, unaqa bunaqa deb. Xudoyim bilsa, sizlar bilsanglar bo'ldi. Har bitta gaplashganimizda har bitta переписка bor. Men aytganman, Sabrina, xalqimizga rahmat deb istoriya qo'yib qo'ying, yaxshi bo'ladi. Xalqimiz yaxshi ko'rishni boshlaydi. Rahmat deb qo'yib qo'ying dedim. Internetim ishlamayapti, unaqa ishlamayapti, bunaqa ishlamayapti deb hech kimga rahmat degisi kelmadi. Bilmayman, o'zidan o'zi bo'lib ketdi deb o'ylayaptimi, ehson qilmadi xalq deb o'ylayaptimi, tushunmayapman. Hech kimga rahmat degisi kelmayapti. Tak что o'zi biladi, может hali yoshdir. Men aytdim, ehson odamlar to'plagan, rahmat deb qo'ying xalqqa, deb istoriya qo'ying desam, internetim ishlamayapti dedim. Bo'pti, mayli, o'ziga havola dedim, indamadim. Endi hamma kommentariy yozyapti-kan, Jasminga rahmat deb, Jasminga nimaga rahmat? Nima qilib qo'yibdi? Jasmin prosta ommaga olib chiqmaganda ham u bu deb kommentariy atvet yozishyapti ekan. Endi u yog'ini o'zi bilishadi. Men qo'limdan kelgancha yordam berdim, qolgani fignya. Oyimiz Endi chiroyli qilib bitta video qo'yib qo'ying. Rahmat Mohinaga, Yulduzga, xalq birinchi o'rinda xalqimizga rahmat, Ozidopaga rahmat deb hammani atmichat qilib qo'yib qo'ying. Xursand bo'lishib ketishadi hamma. Birinchi o'rinda xalqimizga katta rahmat deb video qo'yib qo'ying. Hamma sizni yaxshi ko'rishni boshlaydi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Jasmin opa, sog'ligingiz yaxshimi? Internetim endi ishladi. Bizda Wi-Fi ishlamay qoldi. Oyimning sim kartasi ham oddiy. Menga ulanib yetib kelguncha ishlamayapti. Mohina opam Wi-Fi tarqatdi. Hozir internetga kirdim Wi-Fi'dan. Opamlarni. Bo'ldi opa, hozir o'zimga kelib olib, video qilaman. Rahmat deb aytib chiqaman.